Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzu O'zbekistonning o'ziga xos istiqlol va taraqqiyot yo'li. Rejasi. Mustaqil rivojlanishning dastlabki bosqichidagi muammolar: O'zbekistonning o'ziga xos rivojlanish yo'lini tanlashi, rivojlanishning o'zbek modeli va uning o'ziga xos o'zgachaliklari. O'zbekistonning jamiyatning siyosiy rivojlanish strategiyasi, yangilanish va rivojlanish yo'li. O'zbekistonning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan strategiya asoslari. Mustaqillikning huquqiy asoslarini ishlab chiqilishi, yangi konstitutsiyani qabul qilinishi va uning tarixiy ahamiyati, davlat ramzlari. O'zbekiston mustaqil davlat esir tanazzulga uchragach, O'zbekiston rahbariyati davlat mustaqilligini to'la o'z qo'liga olishga kirishdi. 1991 yil 21 avgustda O'zbekiston Prezidentining farmoni e'lon qilindi. Farmonga binoan Respublika Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizligi qo'mitasi O'zbekiston esirni qonuniy tasarrufiga olindi. Respublika hududida joylashgan esir Ichki ishlar vazirligining ishga qo'shinlari bevosita O'zbekiston Prezidentiga bo'ysundirildi. Respublika Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizligi qo'mitasi, prokuraturasi va adliya organlari, shuningdek respublika hududida joylashgan ishga qo'shinlar, Turkiston harbiy okrugi qismlari va qo'shilmalari partiyadan butunlay xalos qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Oliy Kengash raisiyatiga juda qisqa muddatda respublikaning davlat mustaqilligi to'g'risida qonun loyihasini tayyorlash va uni Oliy Kengashning navbatdan tashqari sessiyasida muhokamasiga taqdim etishni taklif qildi. Oliy Kengash 1991 yil 26 avgust kuni O'zbekistonning davlat mustaqilligi to'g'risida qonun loyihasini tayyorlash haqida va 31 avgustda Oliy Kengashning navbatdan tashqari 60 sessiyasini chaqirishga qaror qildi. 1991 yil 28 avgust kuni O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasi va Markaziy nazorat komissiyasining qo'shma plenumi bo'lib o'tdi. Oliy Kengash sessiyasida O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e'lon qilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Mazkur qarorda birinchisi, respublikaning davlat mustaqilligi to'g'risidagi Oliy Kengash bayonoti tasdiqlansin va respublika bundan buyon O'zbekiston Respublikasi deb atalsin. Ikkinchisi, 1-sentyabr O'zbekiston Respublikasining mustaqillik kuni deb belgilansin va 1991 yildan boshlab bu kun bayram va dam olish kuni deb e'lon qilinsin deb qat'iy belgilab qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi to'la davlat hokimiyatiga ega, o'zining milliy davlat va ma'muriy hududiy tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv idoralari tizimini mustaqil belgilaydi. Davlat chegaralarini, hududini daxlsiz va bo'linmas bo'lib, uning xalqi o'z xohish irodasini erkin bildirmasdan turib o'zgartirish mumkin emas. Respublika hududidagi yer osti boyliklari, suv va o'rmonlar, o'simlik va hayvonot dunyosi, tabiiy va boshqa resurslar, respublikaning ma'naviy boyliklari O'zbekiston Respublikasi milliy boyligi, mulki hisoblanadi deb qonunlashtirilib belgilab qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 70 sessiyasida 1991 yil 30 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to'g'risidagi qonunga konstitutsiyaviy qonun maqomi berishga qaror qilindi. Qarorda O'zbekiston Respublikasining amaldagi konstitutsiyasi moddalari, O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to'g'risidagi qonun moddalariga zid kelgan hollarda mazkur qonunga amal qilinsin deb belgilab qo'yildi. Shunday qilib xalqimiz asriy orzusi, umidlari ushaldi, ro'yobga chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1991 yil noyabrda bo'lgan 8-sessiyasi davlat mustaqilligi masalalari bo'yicha referendum o'tkazish haqida masala ko'rib chiqildi. Oliy Kengashning mazkur sessiyasida 1991 yil 29 dekabr yakshanba kuni O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi to'g'risida referendum hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini o'tkazish to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Referendumda ovoz berish byulleteniga masala quyidagi tarifda kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi tomonidan e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini ma'qullaysizmi? Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylov to'g'risida qonun qabul qilindi. Mustaqillik to'g'risida referendum 1991 yil 29 dekabr kuni umumxalq referendum bo'lib o'tdi. Referendumda 9
898.707 kishi yoki saylov ro'yxatiga kiritilganlarning 94.1% qatnashdi. Ovoz berishda qatnashganlarning 98.2% O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini ma'qullaymiz deb ovoz berdi. Bir 1991-29 kuni muqobillik asosida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi ham bo'lib o'tdi. Prezidentlikka nomzod Islom Abdug'aniy Karimov nomzodi qo'yildi. Markaziy saylov, ya'ni bunda 86% ovoz oldi. Davlat ramzlari. O'zbekiston o'zining davlat mustaqilligini mustahkamlashga dadillik bilan kirishdi. Birinchi bo'lib davlat ramzlari belgilab oldi. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i 12-chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 8-sessiyasida 1991 yil 18 noyabrda tasdiqlandi. O'zbekistonning davlat gerbi 12-chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 10-sessiyasi 1992 yil 2-iyulda qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi 12-chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11-sessiyasida 1992 yili 10-dekabrda qabul qilindi. Davlat madhiyasining matni O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripov, musiqasi O'zbekiston xalq bastakori Mutal Burxonov tomonidan tayyorlangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mustaqil O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilinganligi nishonlandi. Nishonlash maqsadida Konstitutsiya qabul qilingan kun 8-dekabr umumxalq bayrami O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiya kuni deb e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 6 bo'lim 128 moddadan iborat. O'zbekiston Konstitutsiyasida inson hayoti, erkinligi, ar-nomusi, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari eng oliy qadriyat ekanligi belgilab qo'yilgan. Yana bir konstitutsiyaviy tamoyil Konstitutsiya va qonunlarning ustuvorligidir. Konstitutsiyaning 15-moddasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi deb belgilangan. Mustaqillikning dastlabki kunlaridayoq O'zbekiston qanday taraqqiyot yo'lidan boradi, qanday jamiyat, qanday davlat quradi, uning qiyofasi qanday bo'ladi degan savollar qo'llanib turardi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, dunyodagi hamma mamlakatlar uchun maqbul bo'lgan bir xil taraqqiyot yo'li, bir xil andoza bo'lishi mumkin emas. Mustaqillikka erishgan har bir mamlakat o'ziga xos taraqqiyot yo'lini izlaydi. Yangi jamiyat barpo etishga, o'z andozasini ishlab chiqishga intiladi. O'zbekiston oldida ham nazariy, ilmiy va amaliy jihatdan puxta asoslangan o'ziga xos yo'lni ishlab chiqish zarur edi. 1993 yilda nashr etilgan O'zbekiston bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yo'li nomli asarida Islom Karimov yangi jamiyat qurishning 5 tamoyillarini asosladi. Ya'ni bu 5 tamoyili bu keltirilgan.